Hozir men sizlarga bir ertak aytaman. Qadim zamonda bir qudratli podsho yashagan edi. Yo'q, bu ertakni boshqa safar aytib beraman. Xo'sh, bir kuni Ahmad Qochofatni olma yegish kelib daraxtga chiqibdi. Qanaqa Ahmad, nimalar deyapman o'zi? Ha, esimga tushdi. Sizlarga Sultonboy haqida gapirib bermoqchi edim-ku. Xullas, shu Sultonboy juda badavlat ekan, lekin vijdoni yo'q ekan. Vijdonni boshimda uramanmi? Ishtahani bo'g'adi u. Hey! Vijdonam jig'ildonga aylanib ketgan ekan-da, daftar bu. Sultonboy deganlarni bitmas tuganmas boyligi bo'lishiga qaramay, xasislikda unga teng keladigan yo'q ekan. Qisqasi, juda ziqna ekan. Ziqna. Men ziqna emasman. Tejamkorman. Meni shunday deb ta'riflash kerak. Tejamkormish. Uning tejamkorligidan barcha xizmatkorlari qochib ketishdi. Och qolgandan keyin shuda faqat yolg'iz Said qoldi. Yoz bo'yi Said Sultonboyning xizmatini qildi. O'tin yoribdi. Obdashibdi. Qozon o'choqqa qarabdi. Mol boqibdi. O'zi ham jam mehnatkash ekan boyaqish. Lekin qishda Said ham ketishga qaror qildi. Bo'ldi, jonimga tegdi bu Sultonboy. Nima, bir umr unga ishlab berishim kerakmi? O'zim ham ishlarim tiqilib yotibdi. Nimaga kelding, Said? Ketishga qaror qildim, Sultonboy. Hammasi jonimga tegdi. Qayoqqa ketmoqsan? Esing joyidami? Sen kim ishlaydi? Qani o'rmonga borib, darrov o'tin olib kel. Ketmoqchi edim-u. Miyamdan chiqib qo'ydi-ya bu tulki. Unaqasi ketmaydi. Hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Qanaqa hisob-kitob? Gapingni tushunmayapman. Nega tushunmaysan? Pul bilan hisob-kitob qilasan. Pul bilan. Sen pulni nima qilasan, Said? Bu nima deganing? Agar pulim bo'lganida o'zim bilardim nima qilishni. Bilmagan narsaga aralashma. Sen pulni bekorga sarflab tashlaysan. Keyin yana pulim yo'q deb arz qilib yurasan. Pul bu nozik masala. Pulni nimaga sarflashni o'zim bilaman. Yo'q, Said, shoshma. Axir sen meni pulimni sarflamoqchisan-ku. Men esa pulni qadriga yetaman. Bekorga ishlatib tashlamayman. Bir chaqasini ham tejab o'tiraman. Sen meni pulimga yaxshi ega bo'la olmaysan. Meni kim deb o'ylayapsan? Sen ovsar eshikdan chiqmasingdan uni yo'qotib qo'yasan. Yo'qotmayman. Yo'qotmasang birov o'g'irlab ketadi. Nima, shuning uchun yiqqanman uni. Yo'q, Said, senga pul bera olmayman. Yo'q, so'rama. Hep halakat. Odamlar to'g'ri aytishgan ekan. Sendan hatto qishda ham qor so'rab bo'lmaydi deb. Pul u yoqda tursin. Sen meni xafa qilmoqchimisan? Seningcha men siqna ekanman-da. Istasang bir qop qor berishim mumkin. Men tanti odamman. Meni qorimdan zo'rini topa olmaysan. Bir qop qorni boshimga uramanmi? Said, yoshingga borasan-da. Hamma narsani o'rgatishim kerak. Esingda bo'lsin ukam, kerakli toshni og'irligi yo'q, shunaqa.
ariq tillab aylanadi. Ana. Xo'sh kelishdingmi? Qo'ymading. Mayli, qoringni olganim bo'lsin. Lekin bir qop kamlik qiladi. Xo'p, qancha olmoqchisan o'zi? Kamida 5 qop. Meni tushungandirsan. Sen ham pixini yorgan ayyor ekansan, Saidboy. Mayli, 10 qop ola qol. Senga yo'q deb bo'ladimi, do'stim? 10 qop kamlik qiladi-yov. Xasislik qilma, yana qo'sh. Kim aytadi seni tanti odam deb? Mayli, 50 qop ola qol. Bola 100 qop senga. Ketsa mendan keta qolsin. Fikringdan qaytmaysanmi ish qilib? O'z do'stingga ishonmaysanmi? Xo'sh, odamlar mendan shuncha qorni qayerdan olding desa, nima deb javob beraman? Gapingda jon bor. 100 qop qor hazil akam narsa emas. Senga tilxat yozib beraman. Ushla. Mana bu boshqa gap. Ana bo'lar ekan-u. Halol pul topsa. Bo'pti, borib qopab kelay. Qoplaring yirtib bo'lmasin, Saidboy. Yo'qsa, qopni uyinggacha yetkazib bora olmaysan. Maslahating uchun rahmat. Juda mehribon odamsan-da. Albatta har bitta qopni tekshirib chiqaman. Ovsar. Sultonboy, aqlingga qoyilman. Shu bilan bu voqea nihoyasiga yetdi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Ha? Hey, Sultonboy ham xuddi shunday deb o'ylagan edi. Sultonboy, eshikni och. Bu men, Saidman. Yana qanaqa Said? Hech qanaqa Saidni tanimayman. Oching o'tsin. Qarang, jo'na bu yerdan. Juda qo'rs odam ekansan, Sultonboy. Madaniyatdan asar ham yo'q ekan. Sendan buni kutmagandim. Yes, sendaqa madaniyatlikdan o'rgildim. Men ish bilan keldim, sen eshitishni ham xohlamayapsan. Sen bilan qanaqa ishim bo'lishi mumkin? Yalang'oyoq. Mehmonni ham shunaqa kutib oladimi odam? Odatimizga to'g'ri kelmaydi. Sen menga o'rgatma. Odatimizga nimalar to'g'ri kelishini o'zim yaxshi bilaman. Nimaga kelganingni aytganda, tuyog'ingni shiqillat. Voy, nega baqirasan? Senda 100 qop qorim qop ketgandi. Esladingmi? Saidga 100 qop qor, Sultonboy. Voy. Qishda kelishi kerak edi-ku. Bitta vaqtim yo'q edi. Qish bo'yi qoplarni tikib chiqdim. Buni ustiga eshagimni mazasi bo'lmadi. O'lib qolishiga sal qoldi. O'siz qanaqa qilib qorni olib ketardim? İşte. Gap bunday, Said. Yaxshisi qishda kela qol. Senga 200 qop qor beraman. Qishgacha kutolmayman. Menga qor hozir kerak. Uni qayerdan olaman? Men qayoqdan bilay? Hoziroq qorimni topib berasan. Kutishga vaqtim yo'q. Hoy, shu paytda qorni nima qilasan? Shu qorni podshohga va'da qilib qo'ygandim. Buning uchun esa olam panohimiz umrlari ziyoda bo'lsin. Menga mukofot tarzida 100 tilla tanga beraman deganlar. Axir o'zing o'rgatgansan-ku. Aql bilan ish tutsa, qordan ham foyda olish mumkin deb. Podshoh senda qor borligiga ishondimi? Menda emas. Senda. To'g'ri, boshida ishonmadi. Hatto kallamni olmoqchi bo'ldi. Meni aldayapti deb o'ylabdi. Lekin tilxatingni ko'rgandan keyin darrov tinchida qo'ydi. Sultonboyga o'xshagan odam birovni aldamaydi, dedi u. Odam bo'lsa kelsa, nimalar qilib qo'yding? Ado bo'ldim. Endi o'laman. Qayoqqa qochsam ekan? Shunchalik ham vaqt qaro bo'lamanmi?
nima bo'ladi? Sultonboy, senga nima bo'ldi? Voy Sultonboy, qor qani? Qor yo'q. Yo'q dedim-ku. Hazillashgandim axir. Hazillashganding? Men tushunmayman. Nima balo qalchamisan? Endi podshoh kallamni olib tashlaydi-ku. Olishi aniq. Albatta oladi. Podshohimiz hazilni yoqtirmaydi. Albatta Sultonboy. Endi nima qilaman Said? Qutqar. Ha, vaziyat og'ir. Bitta yo'li bor-u, aytsam ko'narmikansan? Yana o'zing bilasan. Gapiraver Said. Hamma aytganlaringga tayyorman. Podshohimizga Sultonboydan qor olgani borgandim, lekin uni qori sehrli chiqib qoldi deyman. Yo xudo. Qanaqasiga sehrli bo'lar ekan? Seningcha sehrli qor bo'lmaydimi? Balki bo'lar, bilmasam. Bo'ladi, gapimga ishonaver. Bu qor esa gapirsangchi nega cho'zasan? Bu qor esa xo'sh. Bir qop tillaga aylanibdi. Yo'q, ikki qop. Ya. Qo'sh qarang. Aqlingga qoyilman. Said, u boshqa narsaga aylanib qolishi mumkin emasmi? Yo'q Sultonboy, faqat tillaga. Yarim qop ham yetar. Joningni saqlab qolmoqchi bo'lsam-u, sen men bilan savdolashyapsan. Berging kelmasa, ochig'ini aytib. Podshohning oldiga borib, o'zing u bilan hal qil. Qo'shingchi, hazillashdim. G'alati odam ekansan, Sultonboy. O'zi o'lay deb turibsan-u, yana hazillashasan, ha? Kallang ortiqchalik qilyaptimi deyman? Hazilkash. Podshohimiz shuncha tilloni nima qiladi? Podshohni o'zi biladi. Tilloni nima qilishni. Shoshma Said. Said shoshma. Bosh omon bo'lsa tilla topiladi. Keyin nima bo'lgani menga qorong'u. Lekin bir narsani aniq bilaman. O'sha voqeadan so'ng biz tomonlarda bunaqa qor boshqa yog'madi.